Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizda 120 lik spesjatkamiz sotildi. Namanganlik akalarimizga mana Chortoqdan kelgan ekan, ishlatib mana tekshirib beryapmiz. Yog'larni olib chiqib berdi. Mana shunda qo'yib, ishlatib tekshirib beryapmiz. 120 lik variantida tepasiga 3 qatorlarni qo'ysalar ham bo'laveradi. Balonlari ham Shiroki balonlardan qo'yilgan. Motorlari benzinli 9 ot kuchli, salarkali variantlardan ham bor. 2 parrakli bo'ladi, pechatli pichoqli, almas pichoqli variantida. Mana hozir ishlab tekshirib ko'ryapmiz. Mana o'zlari ham klientlar o'ziga ham tushuntirib ishlatib berilyapti. Kimga shunaqa spesjatkalar kerak bo'lsa, Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilsalaring, optim narxlarda kelishtirib, narx-navolarni qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nozimjon aka, shatkalarni ham ishlatib bering. Rollari 360 gradusga buriladi. O'radigan paytlaring bemalol agattichidan ham bemalol burilib olsalaring bo'laveradi. Mana o'chirish holatlari, motorimiz puskach orqali o'tadi. Mana balonlari ham Shiroki balonlardan qo'yilgan. Yangi holatdagilari ham mana terilyapti. Bemalol murojaat qilsalaring, bor benzinli hamda salarkali variantlardan keldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Namanganni qaytadan aytizam aka mana. Chortoq sanatoriyadan keldi mana bular. Taniganlar like bosib, endi amakim sezonda oladi, xudo xolasa.